Barcha siz izlagan hamyonbop hamda sifatli mini traktor qishloq xo'jalik texnikalari endi Buxoroda ham mavjud. Agromach kompaniyasi Buxoro shahar Karvon bozor oldida yangi filiali ochildi. Bu yerda barcha mini traktor sizga kerak bo'lgan qishloq xo'jalik texnikasi hammasi mavjud. Ushbu videoda hammasini birma-bir obzor qilib chiqamiz. Ushbu mini traktorimiz Sintay 304 mini traktori 30 ot kuchiga ega 3 porshinli mini traktor, yoqilg'isi dizel, 1 soatga 4 litr solarka edi. Ishlagan jarayonda nagruzkada oldi baloni 650 ga 16 hamda orqasi 11 ga 24. Traktorimiz palovoz, agatga moslab turib razmerlarni kengaytirib turaytirsangiz bo'ladi. 60-70 agatlarga moslab turib kengaytirib turaytirsa bo'ladi. Traktorimiz tashqi ikkitalik silindr hamda kompressor bilan jihozlangan. Ikkitalik silindr yordamida bemalol puluk chiziqlari turgan joyda yerga botirib ishlatib beradi. Bo'm oborotlari 2 xil 540 hamda 1000 oborotda ishlaydi. Tepasidagi shapkasini olib turib bemalol bog'larning ichiga, daraxtlarning ichiga kirib ishlasanglar bo'ladi. Elektron datchiklar bilan jihozlangan. Necha ishlagan hammasini ko'rsa bo'ladi. Понижний давящий traktorimiz 4 dan 8 ta skorost bilan jihozlangan. Mini traktorimizning narxi 100 million so'm, xudo xolasa naqd pulga kelishtirib arzonroq beriladi. Bu traktorimizga boshlang'ich 70% to'lov qilib, qolgan 30%ni 6 oyga foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz ham bo'ladi. Navbatdagi traktorimiz Zubur 11-15 mini traktori 22 ot kuchiga ega. Balon razmerlari ancha katta hamda sifatli hisoblanadi. Yoqilg'isi dizel va radiatorli antifriz suv yordamida o'zini o'zi sovutadi. Bu traktorimizni boshqa traktorlardan farqi oldi balonni ham hamda orqasini ham zavodskiy agatga moslab turib kengaytirib turaytirsangiz bo'ladi. Ko'pgina traktorlarda bu funksiya yo'q, ya'ni hammasida faqat orqasi bor, lekin bu traktorimizda oldini ham kengaytirib turaytirsa bo'ladi. Распределительlari ikkitalik. Понижний давящий 3 dan 6 ta skorost bilan jihozlangan 11-15 ta kattaroq, yaxshiroq, eng baquvvat modeli. Bu traktorimizning narxi 45 million so'm, naqd pulga kelishtirib arzonroq beriladi. Bu traktorimiz Zubur 1105 mini traktorini shu eng oxirgi modeli 18 ot kuchiga ega. Traktorimiz boshqa 1105 lardan farqi xo'p, bu traktorimizda qo'shimcha old fari hamda akkumulyatorga zarar berish uchun dinamlar bilan jihozlangan hamda mana shkiflarni ko'rsangiz bo'ladi. 6 qatorlik hamda bitta bo'sh turibdi, ya'ni bunisi jatga qo'yish uchun. Jatga qo'yishdan alohida ko'pida bunaqa bo'sh shkif turmaydi, 3 qatorli, 4 qatorli va bunda bizda 6 qatorli ham dinamga ham bu yerda enshiga ketgan. Bu ham motorni ishlashga ham orqadagi frezerni ishlashga kuch beradi. Bu eng oxirgi model hisoblanadi. Oldi baloni 650 ga 12 hamda orqasi 750 ga 16 hamda orqasini kengaytirib turaytirsangiz bo'ladi. Agatga moslab turib kengaytirib turaytirsa bo'ladi. Gulishitlarni ham uzun. Xo'p, 1 soatga traktorimiz 1 litr solarka yeydi. Rushni zavq qilsangiz ham bo'ladi, kalitni zavq qilsangiz ham bo'ladi hamda datchiklari ham bor. Necha soat ishlaganini ko'rsatadi, moy datchik hamda temperatura hammasini ko'rsatadi. Hamda bu traktorimiz mana rushnoy tormozi ham bor hamda tormozi ikkitalik va blokировкасы ham bor, ya'ni turgan joyda burilishga yordam beradi. Понижний давящий 3 dan 6 ta skorost bilan jihozlangan gidropatchoga bu yerga joylashgan hamda sideniyasini ham ko'rsangiz bo'ladi. O'dinariga o 100 millionlik traktorga sideniyasidan qo'yilgan. Ajoyib ishlangan hamda korobkasi ham eng oxirgi model, ana tufta 1105 ta mana bunaqa zanjiri, har frezer qo'yganingizda zanjir qo'yib bu vaqtingiz olinadi. Bunda bu to'g'ridan-to'g'ri korobkaga ulangan. Siz frezer qo'yganda shu 4 ta boltni ma'muni yechib frezer qo'yasiz hamda ishlatasiz. Распределитель bu traktorimiz ikkitalik, bitta orqadagi puluk frezerni ko'tarib tushirish uchun, bittasi oldini ko'tarib tushirish uchun. Mana bu yerda tayyor, mana bu yerda silindrlar ham bor va siz bizdan alohida o'rmish uchun jatka olsangiz, jatkasi ham tayyor holatda ramalar bilan birga beriladi. Mana hozir bu yoqda mana tayyor terilgan, yig'ilgan holatda turibdi. Mana 120 lik jatkani ham shu eng oxirgi modeli. Ko'rib turganingizdek, bu ancha sifatli chiqqan. Tishlari ham hamda bu jatka 2 parragili hamda ko'pchilik u juda qiynalayotgan. Mana bu tayyor ramalar bilan birga beriladi. Tayyor silindrlari ham bor. Shuni olasiz, shuni traktoringizga qo'yasiz, ishlatasiz. Bu yoqda 120 lik bu. Bu yoqda mana 160, 11-15 olsangiz yo'q. Ya'ni ham kattaroq traktoringiz uchun mana 160 hamda 1,5 metrlik 180 jatkalar ham hammasi bor. Nalichida. Bu traktorimiz komplektida tuproq maydaladigan frezer hamda 2 korpusli pullik, ya'ni 2 ta narsa qo'shib beriladi. O'tiradigan olaman desangiz, jatka olaman desangiz, selka olaman desangiz,
qarshi kapalga nima bo'lsa, nima kerak bo'lsa, hammasi отдельно sotuvda bor. Traktorimizning narxi 30 million so'm. 1105 eng oxirgi modeli 30 million so'm. Buxoroda Karvon bozori oldida filialimiz bor. Bu yerda olsanglar ham bo'ladi. Samarqandda, Qarshi-Ko'rikda, Toshkentda, Namanganda hamma joyda filialimiz bor. Telefon qilsangiz bo'lsa kelishtirib beramiz. Xo'p, bu modelimiz Zubir 196 modelimiz 16 ot kuchiga ega. Yoqilg'isi dizel. Traktorimiz juda ham ajoyib ishlangan. Dizaynlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Traktorimiz korobkasi juda ham baquvvat ishlangan. Katta traktorniki o'xshab, bu traktorimiz orqasi tashqi ikkitalik silindr bilan jihozlangan. Gidro sistemasi bu ancha ham baquvvat. Bu 1105 larga qaraganda ham juda ham baquvvat ishlangan. Traktorimiz ham rasporedel ikkitalik hamda buni palavoslari ham juda ham qalin hamda agatga moslab turib, buni ham orqasini kengaytirib turaytirsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa ikki korpusli puliga bor hamda tuproq maydaladigan frezasi bor. Bulkitli ham mana pastga qarab ishlangan. Понижний повыше 3 dan 6 ta skorosti bor. Datchiklari ham bor. Nechada ishlagan ko'rsangiz bo'ladi. Temperaturasini ko'rsangiz bo'ladi. Traktorimizning narxi 35 million so'm naqd pulga kelishtirib arzonroq beriladi. Xo'p, bu traktorimiz bu ham shu 1105 shu eng oxirgi modeli. 4 xil tanlov bor. Xudo xolasa kelib ko'rib, yoqqanini haydab ko'rib, ma'qul bo'lsa olsangiz bo'ladi. Hamma agregatlarimiz motoblok, spesiyatga aylanma blok hamma narsa bor. Xuddi shu yerda Qorashahar Karvon bozoriga yetmasdan bu yerda Agromach Min traktorlar do'koni filiali. Pastdagi nomerlarga murojaat qiling. Yana batafsilroq ma'lumot beramiz, narxlarni kelishtirib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bo'lsa hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang.